4-cü qism. Xonsaniya shundoq deb ma'li faryod ko'taribdi. Hayronlikda og'zi kamardek ichilib qolgan podshoh nima bo'lganligini bilolmay ang'ib turib qoldi. Xonsaniya yig'lab turib: "Ey nadan oğlum! Ey nadan oğlum! Bir elnin padişahı turib pek yeniklik kıldılar. Aldıraplı perman çürüp öz oğullarının canığı zamin boldular. Ben pek amalsız kaldım oğlum. Pek amalsız kaldım. Senin permallarına binaen Kenci Xaniş bilen babakını öldürüp etişki mecburi buldum. Bana bu özleri görüşünü talep kılgan ve bana amanet kılgan Kenci Xaniş'nin teli ve gözü. U shundoq degunicha podshoh o'ziga yuvatgan maktub bilan Kenji xonishning tili va ko'zini podshoh ko'z tutdi. Podshohning hayronligi texmi eshib, xon onasi o'ziga yuvatgan maktubni ko'z tutdi. Shundala ishning mohiyati oshkorinib, birisining buloq ziyonkashlik qilganligi oydinlashibdi. Podshoh bichora ayoli bilan o'g'lini o'ylab, ho'ngrab yig'lashga boshladi. Padişahның nalı feryadi Xonsaniyaninkidanmi neçesi işip ketibdi. O'g'lining alamlik yig'isiga chidayolmagan Xonsaniya oxiri rost gapni deyishga majbur bo'libdi va o'g'lining beshini silab turib ig'iz ichibdi. Yig'lamasala o'g'lim. Men ayni chaqda bu ishdan gumonlangan bo'lsam-mu, lekin qo'limda isbot yo'q edi. Orada erkamlarının pitni pasatlarından korkupla men ulanı öldürüşki perman kılgan. Bırak seni hatırcam bolsala oğlum. Ula deki hayat. Men oğcini yuşurun çakırıp gelip bir geyikni öldürgizip onun talebilen gözüne siligi görüş için eğilip kalgan edi. Ama Kenji Xaniş bilen bu vakni sağ salamet yolgu silevettim. Şu çağda men Kenji Xanişqa kızım balını elip yeraklağı gitti. Hem de bu yerge kelmen degen idi. Çünkü sile şu çağlarda ulağı intayın öçkenliklerini yitkan idiler balam. Rahmet xanana, men bu dünyanın uçetiga berib bolsa-mu ayolim va o'g'limni izlayman. Ular baxtsizlik uchirmaslar, ochliqdan o'lmaslar. Men ularni cho'qim izlab topaman. Navoda men ularni topolmasam, ochliq, ussizlik e'lon qilib o'zimni jazolayman. Podshoh shundoq debdi va safar tayyorligini qilmasdan yo'lga chiqibdi. Podshoh shu mangancha bormagan yeri, kezmagan dashti bayovan, daryo, iqin, tog', o'rmon qolmabdi. Jahonning bulon pichoqlarigacha berib, ayoli bilan o'g'lini izlabdi. Ashpashdigacha 7 yil o'tib ketibdi. Podshoh irodasidan qaytmay, yana davomli izlashga boshlabdi. Lekin ularni topolmabdi. Ularni ochliqdan o'lgan o'xshaydi deb o'ylab, ochliq e'lon qilishga boshlabdi. Uning cheksiz sadoqatmanligidan ta'sirlangan Parizat bir amallarni qilib, uning hayotini saqlab qoldi va uni bir cho'ng o'rmonlikning yiniga akilib qo'yibdi. Podshoh mag'dursiz holda o'rmonlikning ichiga qarab daldang'ishib minishga boshlabdi. Xeyli uzun minib, mag'durdan ketay deganda oldiga yog'ochni yasalgan bir kichik uy uchrabdi. Yaqin birib qarag'udek bo'lsa, uyning timiga esib qo'yilgan yog'och taxtayga visol izlab jahon kezgan vafo diyonatli har qanday odam bu yog'och uyda o'z arzu armonlariga yetishni iltijo qilsa bo'ladi deb yozilgan ekan. Podshoh bundan hayron qilib, ham xushal bo'lgan holda arg'in qadamlarini tiziltib, eshik tubiga kelib turishiga uy ichidan badallari sutdek op-op. Bir qaragan odamga to'lin ayni aslatilgan o'moq bir qiz chiqib, shundoq debdi: "Xon aliylarning muborak qadamlariga marhaba. Qani,
Öyge merhamet qilgayla. Padişah yana bir qitim hayron bo'lgan holda ona so'rabdi. Ey qalbi otash, so'zi qaymoq o'maq qiz. Mening padişah ekanligimni qandoq bildingiz? Ay yurt atsi. Silining aşıqlik ko'chasida sarsam bo'lib, hasrat, pushaymon bo'psini yutib yurganliklardan ta'sirlanib, Parizat meni mushu yerda saqlab turishga avatgan edi. Aldi bilan uy ichiga qadam tashrif qilgayla. O'maq qiz shundoq javob beribdi va padişahni uy ichiga kirishga yana bir navbat taklif qildi. Padişah ilojsiz uyga kiribdi. Parizat avval padişahning oldiga dasturxon selib, ustini har xil noz-ne'mat va ussizlik bilan to'ldiribdi. Ammo padişah oldidagi bu ne'matlarga qarab qo'ymasdan chunqur xursinib qo'yib so'z boshlabdi. Dardimga quloq soling o'maq pari. Men jahonning hamma yeriga qadirab yurgili 7 yilga yaqin bo'lay deb qoldi. Ayolim ham bolamni izladim, lekin ularni topolmadim. Men ularni topmoqcha ochliq e'lon qilishni niyat qilgan ekanman. Endi uni yetimdan yansam bo'lmaydi. Shunga kaniyimdan hech nima o'tmaydi. Men faqat bir oz aram ilib olsamla bo'ldi. Ondan keyin yana davomli ayolim ham bolamni izlash safarimni davomlashtiraman. Ko'p riyozatchi kiplar alilari. Jandin kechmagicha jononga yetkili bo'lmas. Jabba chekmay visal topmas. Ajrlari yada qolmay pat arada didorlashish nisib bo'lg'ay. Amasa birdam yetib aram olsalar. Parizat shundoq degunicha padişahga o'rin raslab beribdi. Erib holdan ketgan padişah yetib arduqini chiqarmoqchi bo'lib, yostiqqa bosh qo'yishi bilan O'rpari xushpuroqlik qo'lyog'liqni chiqarib, padişahning yuzini yuvib qo'yibdi. Ondan uydan chiqib ketibdi. O'rpari o'rmonlikning yana bir chetida go'giyah urug'ini teriyotgan Kenji Xonish va uning o'g'lining qishiga kelib, Kenji Xonishga: "O'g'lingizni elib, darhol uyga qayting. Eringiz tog' davollardan halqib, cho'l bo'yovlardan o'tib, bog' o'rmonlarni kezib, sizni izlab ketdi. Darhol bir oylik ishlari jam bo'linglar," debdi. Kenji Xonish O'rparining gapini anglab, quloqlariga ishonmay qoldi va o'g'lini agashtirgunicha aldirash padişah yotgan yiliq yog'och uyga kiribdi. Ular uyga kirishi bilan O'rpari padişahning yuziga yipib qo'ygan qo'lyog'liqni yerga uchirib tushiribdi. O'rpari o'g'liga qarab: "Tez bering. Berib, qo'lyog'liqni elib, dadangizning yuziga yipib qo'ying. O yana birdam uxlab olsin, ha?" debdi. Bala qo'lyog'liqni elib padişahning yuziga yipib qo'yibdi. Dadingiz degan gapni g'uva anglab qolgan padişah qasdan qo'lyog'liqni yana bir qitim to'lab yerga tushiribdi. Bala taqatsizlangan holda: "Suyumlik ona, mening bu dunyolikda dadam bo'lib boqmagan tursa, bu odam qandoqsiga mening dadam bo'lsin? Sizli meni aldavatılar ana, meni aldavatıdılar. Mening dadam osmonda. Agar bor deyilsa, o kengir ketgan tabiat dal shu mening dadam. Sizli nimishqa bu odamni menga dadam deydilar?" Shahzoda opsidan norozi bo'lib shundoq debdi. Padişah bu gapni anglab asta o'rnidan turibdi va ulardan o'zlarining kim ekanligini so'rabdi. Kenji Xonish bir qarabla padişahni to'nib qopdi va izzat ikrom bilan salom bajo keltiribdi. "Hurmatli Shohin, pasibanim, g'amgusari. Men sizlarning 10 necha yil ilgariki o'limga mahkum qilingan qo'li yo'q miyib mazlumlari bo'laman. Bu sizlarning o'g'illari Murat bo'ladi." Padişah birda ko'z oldidagi go'zalligini texi yo'qotmagan chiroyli ayolga, birda o'ziga chakchib gumansirab qarab turgan kelishga yigitga qarab hayron bo'lgan holda: Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Mening suyimlik, vafodor, aqlli, ishchan xonishimning qo'li beg'ishidil yo'q bo'lg'ach, men uningga bir jup kumush qo'l yastib bergan. Lekin sizning qo'lingiz saq turdi-ku. Meni go'llatamsiz qandoq? Deganlari barhaq Shohin. Mehri shafqatli Parizat menga ish chaqirdi. Menga shafqat yog'dirib,
bürücüp tabiiy qo'lga ega qildi. İşenmesizlar, buningga qarasizlar. U shundoq degunicha yandagi bir kichik yog'och sandiqdan bir jup kumush qo'lni ilib podshohga ko'rsatdi. Bu bir jup yolg'on kumush qo'lni ko'rgan podshoh shu chog'da o'rnidan chachirab turgunicha Kenji xonishni bag'riga besib, o'g'lining kang peshonasiga yenish-yenishlab so'yib ketibdi. Va xushalliqi ichiga sig'may, ullik ovozda ko'kib qarab, vaqirabdi. Tiligim oxiri bajo bo'ldi. Uzundan buyon yuragimni laqti qilib, jismimni bisib turgan azob tishi oxiri yelkamdan ilib tashlandi. Men endi haqiqiy baxtimni topdim. U hayajonda shundoq vaqirib ketibdi. Shu asnoda Parizat bilan Hurpari mo'l nimmat tayyorlangan dasturxon sapdi. Podshoh so'yimlik ayoli bo'lmish Kenji xonish va tunji yuz ko'rishgan subatliq o'g'li bo'lmish Murat shahzoda bilan bir dasturxonga jam bo'lib, birga g'izolanibdi. Dasturxon yig'ilgandan keyin podshoh va uning xonishi shahzoda Parizat bilan Hurpariga ko'pdan-ko'p rahmat, tashakkur etib o'rniga qaytmoq bo'lib tayyorlanibdi. Parizat bilan Hurpari ularning jam bo'lganligidan so'yinib podshohga: Bizning vazifamiz tamomlandi. Endi sizlarning vazifalari elni odillik bilan so'rab, haqqoniyatni yaqilab, ojizlarning beshini silab, yomonlarning adabini berib, yurtga ittifoqlik, inoqlik nurlarini chaqnatib, barliq avom fuqaroning chehrada xushallik va baxt jilvasini namoyon qilish. Bu muqaddas vazifani unutib qolmag'aylar podshoh oliylari. Ikki pari shundoq degunicha osmonga ko'tarilib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Podshohmo cho'qim shundoq qildiganlik haqida va'da berib, Kenji xonish bilan shahzodani agashtirib, o'rniga qaytibdi. Kenji xonishni va o'moq navrisini ko'rgan Xonsoniya cheksiz xushallikqa cho'mib, yurt ahliga qaytadan to'y bazmasi uyushtirib beribdi. Ham yerda shad-xuromlik kulgisi yangrab, podshoh Kenji xonish bilan xushal-xuram yashapti. Murat shahzoda 18 yoshga to'lgan yili shohlik taxtini o'g'liga o'tkazib beribdi. O'zi Kenji xonishni agashtirib, sayl sayohat qilgach, avom puhra bilan xotirjam yashapti.